Mana ko'rib turganingizdek Zarbo mahallasiga keldik. Alisher akam bilan birgalikda nima bo'lgan, nima qo'ygan voqea joyiga borib hammasini tafsilotlarini beramiz. Bitta jabrlanuvchi Zarboda edi, bordik uyiga, o'zi bilan ko'rishib, ma'lumot olmoqchi bo'ldik. Afsuski ma'lumot berishni xohlamadi. Kimligini ham aytishimizni xohlamadi, ommaga chiqishni xohlamadi. Ikkinchi jabrlanuvchi Qarabog' qishlog'ida ekan, Qarabog'ga ham bordik, o'sha yerda ishlaydi ekan. U kishidan ham ma'lumot ola olmadik, u kishi ham kimligini aytishni xohlamadi, ma'lumot berishni ham xohlamadi. Hech qanday ma'lumot ola olmadik. Kommentariyada yozayotgan ikkinchi tomon bilan ham fikrni biling deganlarga mana haqiqatda keldik. Hech qanday ma'lumot ola olmadik. Qolgan qancha ma'lumot bo'lsa sudda beramiz deyishdi. To'g'rimi Alisher aka? To'g'ri, lekin mana ikkovi ham bosh tortyapti. Nimaga haqiqatni aytmayapti? Men shuncha haqiqatni aytyapman-ku o'zim. Ular ham aysini haqiqatni. Mana shunday bo'ldi, haqiqatan mana shunday bo'lish bo'ldi, mana shunday bo'ldi. Nima ayta olmayapti ular? Bersinlar haqiqatan, nima bo'lyapti? Xullas Alisher aka shunday gaplar. Bizni kuzatib boringizlar. Hammasini ulashib boramiz.